Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi darsimiz Fibonacci bo'ladi. Fibonacci ko'p eshitgan bo'lsanglar kerak. Fibonacci tradingga kirganimizda instrumentlarda birinchisi turibdi. Korreksiya Fibonacci. Xo'p, buni tanlaymiz. Fibonacci mana shu ko'rinadi. Endi men buni nastroyka qilganman. Nastroykasini Telegramga tashlab qo'yaman. Xo'p, boshida sizlarda bu boshqacha ko'rinadi. Nastroykasi mana. Screenshotini ham Telegramga tashlab qo'yaman. Xo'p. Hozir Fibonacci qanaqa ishlaydi? Narx Fibonacci'ni ham struktura bo'yicha ishlataveramiz. Narx tepaga qarab ketyapti. Har bitta atkat qilgan joyi Fibonacci'ni 0.5, 0.6, 0.7 zonalariga to'g'ri keladi. Ko'rasizlar? Fibonacci'ni tortayotganda bitta narsani bilish kerak, o'rtoqlar, qaranglar. Fibonacci'ni mana tortdik, to'g'rimi? Uptrendga ketyapmiz biz. Uptrendga ketayotganimizda hech qachon biz bozorga mamitda yoki mamitda kirmaymiz. Narx atkat qilayotganda kiramiz. Endi narx mamitda bilan atkat qilyapti. Tepa biz uchun kerak emas. Tepadagi zonada biz kirmaymiz bozorga. Chunki tepa qimmat zona. Biz arzon zonaga tushganda sotib olamiz. Arzon zona 0.5 dan pasti. Bu arzon zona bizga. Bu yerda pul yotgan bo'ladi o'rtoqlar. Mana shu yerdan biz bozorga kiramiz. Kimdirlar misol Fibonacci'ni order bloklar bilan ishlatadi. Kimdirlar Fibonacci'ni o'zini ishlatadi. Endi biz hali order bloklarni o'tmaganmiz. Shuni hisobiga Fibonacci'ni o'zini ishlatib kiramiz bozorga. Mana shuni, например, keltirsak, mana minimumdan maksimumgacha tortamiz. Har bitta mana shu 0.5 dan 0.5 ga kelganda bozorga kiramiz. Yoki pastroqda, yoki keyingisida, yoki keyingisida. Narx imенно mana shu joylardan qaytishiga hech kim garantiya bermaydi. Misol narx pastga 100% to'ldirib keyin qaytishi ham mumkin. Endi bu yerga biz yana sabablar qo'shamiz. Hozir hali sizlarga u narsalarni tushuntirmaganman, tushuntiraman. Keyin bilib olasizlar, qo'shishi qanaqa qilib bir-biri bilan bitada ishlatishi. Xo'p, mana hozircha mana 0.7 zona, 0.7.9 shunaqa zonalarga kelganda bozorga kiriladi. Take profit mana shu maksimum bo'ladi. Yoki mana keyingisi minimumdan maksimumga qarab tortamiz. Yana xuddi shu 0.5 zonada pastga tushyapti. Har bitta mana shu воздушный уровень deyiladi. Bu endi havoda paydo bo'lgan уровень ko'rasizlar. Lekin mana shu zonalarda baribir bozorga ta'sir qiladi. Chunki bu yerda narx atkat qilyapti. Katta igroklar kitlar ham mana shunaqa joylarda bozorga kirishga harakat qiladi. Xo'p, endi shu narsani narx pastga qarab tushayotganda narx pastga qarab tushib kelyapti. Biz maksimumdan endi minimumga qarab tortamiz. Mana ko'rdinglar? Mana anaqada narx uptrendga ketayotganda minimumdan maksimumga tortdik. Endi bozor pastga qarab tushyapti. Endi biz maksimumdan minimumga qarab tortamiz. 0.5 dan tepasi har doim mana biz uchun endi kirish zonasi bo'ladi. Biz to'g'ri spotda ishlaymiz, bu yerda kirmaymiz bozorga, lekin bozor unaqasiga ham, bunaqasiga ham analiz qilish kerak. Faqat bayga analiz qilsanglar ham selli zonalarda masdan hozir bayga kiraman deb xato qilib qo'yasizlar. Shuning uchun bozorni unaqasiga ham, bunaqasiga ham analiz qilib ishlayverish kerak. Hop, mana bu yerda narx tushib kelyapti, atkat qilib. Atkat mana 0.5 zonadan tepaga o'tdi. Mana shu yerda kirish bo'ladi. Endi bizda mana bu kirilmaydigan zona. Sellga tepada kirishni boshlaymiz.
har bitta mashitda misol order blok bo'lishi mumkin, yo'da imbalans bo'lishi mumkin. Unisini sekin-sekin tushuntiraman keyingi darslarda. Xo'p, главный esa Fibonacci'ni tushunib oldik nimaligini. Endi mana bu narsani bozorda ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham обязательно struktura bilib olinadi. Misol mana struktura ketyapti, to'g'rimi? Minimumdan maksimumga qarab tortamiz. Mana 0,12 ketyapti, narx mashitdan reaksiya olib tepaga qarab ketyapti. Ko'rasizlar? Bo'ldi, bu o'xshadi. Endi bo'ldi. Bir marta o'xshagan narsani har doim o'chirib olinglar. Istoriyani toza qilib ishlatinglar, chunki chalg'itadi orqaga qaytishga. Ularni chartni ochganingizda bir balolar bo'layotsa ham неприятный narsa-da. Xo'p, mana keyingisi minimumdan maksimumga qarab tortamiz. Narx yana 0,12 ketyapti, 0,10 dan reaksiya olib ketyapti. Keyingisi mana minimumdan maksimumga qarab tortamiz. Bu narx yana ketyapti, mana bu yerda narx tegmadi. Bu yerda qiziqmaymiz, bu yerda mana imbalans bor. Pastda yana bitta imbalans bor. Narx keldi, mana shu birinchi imbalansni to'ldirdi. Mana shu 0,12 keldi, 0,10 urilib, narx tepaga qarab ketyapti. Endi shu narsani men tushayotgan bozorda ham ko'ramiz. Mana maksimumdan minimumga qarab tortamiz. Mana narx yana 0,12 ketyapti, 0,5 dan pastga qarab tushyapti. Bitta narsani bilinglar, Fibonacci'ni mana maksimumdan minimum mana, to'g'rimi? Tortdinglar. Mana maksimumi bozorni, mana minimum, to'g'rimi? Bo'ldi. Endi biz mana bu yoqlarga qaramaymiz. Ko'pchilik o'rgatganimda Fibonacci'ni tortyapti-da, mana bu yoqlardan kirish berganmi? Yo'q, bo'ldi. Mana bu zona qaralmaydi. Bu zonaga biz qaramaymiz. Minimumgacha. Minimumdan bu yog'iga narx 0,5 ga kelganda, o'shanda bozor kirish beradi. Bo'lmasa, mana chalg'itib qo'yasizlar. Ko'pchilik mana shu chalg'iydi. Yangi o'rganayotganlar. Bo'ldi, bu yog'i kerak emas bizga bozor. Minimumdan u yog'i kerak emas. Bu yog'i narx yuryapti, 0,5 ga kelyapti, 0,5 dan reaksiya olib pastga qarab narx tushib ketyapti. Xo'p, darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, hammaga rahmat. Savollar bo'lsa, bemalol yozsanglar, hammasiga javob beramiz. Xohlasanglar YouTube'da, xohlasanglar Telegramda, farqi yo'q. Hop. Yana videoda qanaqandir kamchiliklar bo'lsa, ularni ham yozib ketsanglar, ularni ham to'g'ri